Sirdaryo viloyatida jami 13 mingdan ortiq pedagoglarning malakasini oshirish, ularning pedagogik mahoratini rivojlantirishda uzoq yillardan buyon faoliyat olib borayotgan Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazining ahamiyati katta. Bugun ushbu markaz o'zining 60 yillik to'yini keng nishonlamoqda. Erta tongdan markaz hovlisida sana munosabati bilan taklif etilgan mehmonlar, uzoq yillar markazda faoliyat olib borgan, hozirda nafaqada bo'lgan ustozlar iliq kutib olindi. 60 yildan buyon shu xalq ta'limi tizimi xodimlariga xizmat ko'rsatib kelayotgan, malakalarini oshirayotgan, qayta tayyorlovga o'zining hissasini qo'shayotgan bugungi ta'lim muassasasi o'zining 60 yillik to'yini nishonlayapti. Albatta biz mana shu tashkilotning bugungi xursandchiligiga sherikmiz. Men o'zim ham 2001-2003 yillarda mana shu tashkilotni boshqarganman, rahbarlik qilganman. Bugun endi bu tashkilotga albatta baho berar ekanmiz, bir narsadan xursand bo'lamiz. Mana shu xalq ta'limi xodimlarining malakasini oshirish, tajribalarini oshirish yo'lida og'ishmay faoliyat ko'rsatib kelyapti. Men o'ylaymanki, bu tashkilot bundan keyin ham o'zining oldiga qo'ygan buyuk vazifalarni uddalaydi. Negaki biz 3-chi mana Renessans ijodkorlari, quruvchilari ekanmiz. Albatta mana shu yo'lda bu tashkilotning xizmatlari menimcha buyuk bo'ladi deb o'ylayman. Markaz faoliyati yurtimizda ta'lim tizimida, xususan maktab va maktabgacha ta'lim tizimida, shu jumladan o'qituvchilarning salohiyatini, malakasini oshirishda juda ham muhim o'rin tutadigan dargoh hisoblanadi. Markazning o'zi mana 1964-yilda tashkil topgan bo'lsa, shu kunga qadar 60 yillik masofani, 60 yillik yo'lni bosib o'tdi. Birgina mustaqillik yillarini o'zida 6 marotaba islohot jarayonini boshdan kechirib, tobora takomillashib, rivojlanib kelganligini ko'rib turibmiz. Markaz faoliyatiga nazar solar ekanmiz, albatta yurtimizdagi olib borilayotgan, ushbu sohada olib borilayotgan islohotlar va uni bog'liqligi haqida gapirib o'tishni maqsadga muvofiq bilamiz. Mana eng so'nggi islohotlarni gapirib o'tadigan bo'lsak, yurtimizda avvalambor konstitutsiyamizning yangi tahrirdagisi qabul qilindi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda o'qituvchining maqomi alohida mustahkamlab qo'yildi. Xususan unda o'qituvchining malakasini oshirish, qayta tayyorlashga bo'lgan huquqi yanada mustahkamlandi. Undan keyin ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilinganda, yangi tahrir qabul qilinganda o'qituvchining malakasini oshirishga bog'liq bo'lgan alohida moddalar kiritildi. 2024-yilda iyun oyida hurmatli prezidentimizni maktabgacha va maktab ta'limi tizimi pedagoglari, mutaxassislari va rahbar xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarorlari qabul qilingan. Ushbu qaror asosida yurtimizda umuman rahbar xodimlarni, mutaxassislarni, pedagoglarni malakasini oshirishga butunlay yangicha yondashuvlar kiritilishi belgilandi. Bugungi kun pedagoglari kreativ fikrlaydigan, kritik fikrlaydigan, jamoa bo'lib ishlashni tashkil eta oladigan, xorijiy tajribalardan xabardor bo'lishlari talab etiladi. Bundan bir necha yil avval bilimli, savodli inson deganda yozish, o'qishi biladigan inson nazarda tutilgan bo'lsa, hozirgi kunda zamonaviy pedagog deganda xorijiy tajribalarni o'z amaliyotida tatbiq eta oladigan, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan, sun'iy intellektdan foydalana oladigan, tillarni biladigan, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalana oladigan pedagoglar nazarda tutiladi. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz juda yuksak natijalarni qo'lga kiritmoqdalar. Xalqaro olimpiadalar g'oliblari, mana yaqinda viloyatimizni Sirdaryo viloyati prezident maktabining o'quvchisi Amerika Qo'shma Shtatlarining grant asosidagi o'sha o'qishini yutib olishga muvaffaq bo'ldi. Mana shunday o'quvchilarni o'qitadigan pedagoglar albatta shunday yuksak talablarga javob bera olishlari kerak. Ayni vaqtda markaz zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llagan holda faoliyat olib bormoqda. Zamonaviy video studiya, virtual laboratoriya, sun'iy intellektdan foydalanish kabi yangicha yondashuvlar markaz professor o'qituvchilarining pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishlarida, ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bizga malaka oshirgani keladigan pedagoglar uchun o'sha ro'yxatga olish, dastlabki testlarni topshirish, ya'ni bundan tashqari mikrodars, loyiha ishlari mavzularini tanlash kabi jarayonlarni to'liq elektronlashtirganmiz. Bu birinchi navbatda shaffoflikni ta'minlaydi va vaqtni tejashga olib keladi.
xodimlarimiz tomonidan ularga avtomatik tarzda SMS xabarlar yuborilishini yo'lga qo'ydik. Ya'ni 15-20 kun avval ularni shaxsiy telefonlariga siz ma'lum bir muddatda malaka oshirishga borishingiz kerak degan xabarlarni olishyapti. Mana shu jarayonlar bizni nafaqat vaqtimizni tejayapti, yana tinglovchilarimiz bilan ko'proq ishlashga vaqt qoldirishga sabab bo'lyapti. Jamoamiz juda ham tashabbuskor, kreativ pedagoglarimiz bor. Bularni albatta o'sha bularga motivatsiya berish uchun o'zimizni KPI reyting tizimimizni ham elektronlashtirdik. Ya'ni hozir 21 dan ortiq ko'rsatkichlar bo'yicha jamoamiz a'zolari o'zlari tayyorlagan ishlari, yutuqlarini platformamizga joylab borishadi. Rahbariyat tomonidan boriladi-da, doimiy ravishda baholash mezoni bo'yicha baholanadi. Bu jarayonni hamma jamoamiz a'zolari kuzatib borishi mumkin. Shunaqa shaffof yo'lga qo'yildi. Ya'ni mana hamkasblarining kimi reytingi baland bo'lib boryapti, qaysi sohalar bo'yicha. Mana shularni kuzatib borishni yo'lga qo'yish uchun KPI reyting tizimimizni ham elektronlashtirdik. Ta'lim insoniyatning rivojida hal qiluvchi o'rin tutadigan soha. Ya'ni ta'limni amalga oshiradigan o'qituvchining o'zining tayyorgarlik darajasi, mahorati baland bo'lmas ekan, demak o'quvchilarni jamiyat kutganday qilib hayotga tayyorlash unchalik ham oson bo'lmaydi. Shu ma'noda mana bugun tashkil qilinganiga 60 yilligini to'ylayotgan Sirdaryo pedagoglar mahoratini oshirish markazi endi o'zining 60 yillik umri davomida necha minglab pedagoglarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bo'lsa, eng yangi metodlardan xabardor qilgan bo'lsa deb o'ylab qolasan odam. Men endi shu yerda bir 3-4 yil ishlaganman. Hatto Toshkentdan qatnab ishladim, chunki jonli amaliyot bilan shug'ullanayotgan o'qituvchilar bilan ishlash, ularga o'zing bilgan bir nimalarnidir o'rgatish, ayni vaqtda ularning tajribalaridan nimalardir o'zingga keraklisini olish bu juda qiziqarli jarayon edi. Bugungi kunda ta'limda har kuni yangidan yangi bir talablar qo'yilayotgan, yangidan yangi metodlar kirib kelayotgan bir sharoitda albatta bu pedagogik mahorat markazining juda katta o'rni bor. Bular shunchaki ishlamaydi. Bular millatning ertangi kunini, millatning bugunini shakllantiradi, shuni tayyorlaydigan dargohki, bu dargohning jamoasiga yutuqlar yor bo'lsin degim keladi. 30 yilga yaqin pedagogik faoliyatimda juda ko'p mana shunday qishloq xo'jaligi ishlariga, qo'shimcha ishlarga jalb qilinganmiz. Ammo o'sha e'tirof etish kerak, hozirgi kunda umuman ularni hozir eslamaymiz ham. Chunki biz oldimizga kelajak avlodni zamon talabiga mos etib tarbiyalash vazifasi qo'yildi va davlatimiz rahbari va ta'lim sohasi bo'yicha tegishli o'sha vakolatli organlar tomonidan faqatgina ta'lim sifatini oshirish vazifasi biz oldimizga qo'yilgan. Tarixda birinchi marta pedagogning maqomi to'g'risidagi qonun ham qabul qilindi. Mana shu qonun bilan o'qituvchilarning haq-huquqlari belgilab qo'yildi. Bularning barchasi ta'lim sifatini oshirish, shuning natijasida bizning mamlakatimiz iqtisodini mustahkamlashga qaratilgan va biz xorijlik hamkorlarimizni fikrlariga tayanib shuni hozir bemalol aytishimiz mumkinki, bizning mamlakatimizda hozir boshqa juda ko'plab mamlakatlarda bo'lmagan ta'limga juda e'tiborni kattaligidan juda jiddiy ijobiy o'zgarishlarni guvohi bo'lish mumkin. Markaz shu kunga qadar bir qator davlatlar bilan hamkorlikni samarali tarzda yo'lga qo'ygan. E'tirof etish kerakki, Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi respublikadagi hududiy markazlar reytingida yetakchi o'rinni egallaydi. Respublikamizda
525 ming nafardan ortiq o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, shundan 13.300 nafardan ortig'i Sirdaryo viloyatiga to'g'ri kelmoqda. Yangi qaror qabul qilingandan keyin qisqa vaqt davomida unga Yangiyer pedagogika kolleji faoliyati qo'shib berildi. Bu esa markazga bo'lgan e'tibor qanaqangi kuchli ekanligini bildiradi, katta bo'layotganligini bildiradi hamda faoliyati kengayib borayotganligini dalolat beradi. Sirdaryo viloyat pedagogik mahorat markazini umuman faoliyatini takomillashtirish, uni moddiy texnika bazasini mustahkamlash, kapital ta'mirlashga qaratilgan vazifalar ham belgilandi. Uning uchun alohida davlat byudjetidan, davlat dasturi doirasida 23 milliard pul ajratilgan. Bu ham shu o'qituvchilarimizni malakasini oshirishga bo'lgan e'tibor hamda o'qituvchilar malakasini oshirish sifatini yanada oshirishga bo'lgan yorqin qadamlardan biri ekanligini ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Xorijiy tajribalar bizni ta'lim tizimimizga barcha ta'lim turlari bo'yicha, o'sha ta'lim to'g'risidagi qonunda belgilab qo'ygan 7 ta ta'lim turi bo'yicha kirib kelmoqda, chunki xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etgan o'quvchilarimiz xorijiy tajribalarni o'rganish jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, biz o'quvchilarimizni akademik bilimlarini o'sha yod olish, takrorlash kabi ko'nikmalariga ko'proq e'tibor berar ekanmizda, lekin o'sha olayotgan bilimlarini hayotda qo'llash bo'yicha kam ma'lumot berar ekanmiz, e'tibor bermas ekanmiz. Va bizni bitiruvchilarimiz hatto diplomli bo'la olishlari mumkin edi-yu, lekin o'sha olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish ko'nikmalari bo'yicha muammolarga duch kelishlari mumkin edi. Hozirgi kunda ta'lim turlari bo'yicha bir qancha xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, bu yil biz o'quv jarayonini Britaniya, British Council va o'sha Nile universiteti aynan bu mamlakatlarning bu tashkilotlari bilan hamkorlik qilishimizning sababi bular pedagogning kasbiy rivojlanishi bilan shug'ullanadigan aynan tashkilotlar. Yana umumta'lim maktablarida o'sha o'quvchilarni kelajakka tayyorlash bo'yicha Singapur tajribasi, Finlandiya tajribasi kabi iboralarga duch kelishimiz mumkin. Bular o'sha har bir fan yo'nalishlari bo'yicha alohida ta'lim sifati bo'yicha yuqori natijaga erishgan mamlakatlar tajribasi amaliyotga tatbiq etilmoqda. Hozirgi kunda tabiiy va aniq fanlar bo'yicha mana Singapur tajribasi bo'yicha kasbiy rivojlanish kunlari va soatlari tashkil etilmoqda. Mentor o'qituvchilar markazimizga kelib Singapurliklar tajribasini o'rganyaptilar. Mana shu jarayonda o'zim kirib, ularga savollar bilan o'zim ham darslarda ishtirok etdim. Savollar bilan murojaat qilganimda maktablarimiz o'qituvchilari juda xursand bo'lib, quvonib aytdilarki, bu tajriba bilan darslarni o'tsak, darsda ishtirok etmagan o'quvchi qolmaydi va barcha o'quvchilarni bir darsni o'zida baholash imkoniyati paydo bo'ladi. Darslarni juda ham qiziqarli qilib olib borish imkoniyati paydo bo'ladi. Xorijiy tajribalarni albatta o'zimizga ma'qul tomonlarini olib, milliy ta'lim tizimiga tatbiq etamiz va albatta buni natijasi o'zini samarasini beradi deb o'ylayman. Markazda ilmiy yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqot ishlari ham salmoqli. Ilmiy darajalar, ilmiy unvonlar olish, darslik o'quv qo'llanmalari, majmualar chop ettirish ham yildan yilga ortib bormoqda. Shu malaka oshirish pedagog mahorat markaziga kelgan tinglovchilar o'zini uzluksiz ta'lim tizimidagi muammolarni aniqlab va yechimiga qaratilgan o'zining tadqiqot ishlarini olib borish kerak-da. Hududiy muammoni biz izlab topamizda, o'sha muammo natijasini dissertatsiya sifatida ommalashtiramiz. Shu maktab o'qituvchilari ichidan juda faol, kreativ fikrlaydigan, o'zini o'sha maktab muammosini chin yurakdan qabul qilib, o'shani yechimga qaratgan faol ishlar olib borayotganlar bilan maktablar bilan ham maktab o'qituvchilar hamkorlikda keladi, mavzu tanlaydi, o'sha mavzu bo'yicha maktabga tatbiq qilib, tajriba sinovlar o'tkazadi. Markazimizda ilmiy tadqiqot ishlariga alohida e'tibor beriladi. Jumladan yaqin 3-4 yil ichida bir nafar fan doktori, 2 nafar falsafa fanlari bo'yicha doktorlar, 2 nafar dotsent ilmiy unvonini olganlar bo'ldi va aynan hozirgi paytda 6 nafar hamkasblarimiz, pedagoglarimiz himoya qilish arafasida turibdilar. Darslik o'quv qo'llanmalar chop etish, metodik tavsiyalar chop etish bilan jiddiy shug'ullanamiz. Xalqaro va milliy jurnallarida ilmiy maqolalar bilan ishtirok etamiz va o'zimiz har yili 2 ta xalqaro konferensiya
bitta respublika miqyosidagi konferensiyalarni o'tkazishni reja qilib olganmiz va bularni tizimli ravishda tashkil etyapmiz. Chunki hozir bizda shunday imkoniyat bor. Xorijiy hamkasblarimiz bilan Zoom orqali onlayn tadbirlarni tashkil etib, o'zimizni yashash joyimizni, ish joyimizni tark etmagan holda xorijiy tajriba bilan almashishimiz mumkin. Shu maqsadda ilmiy amaliy konferensiyalar tashkil etamiz va bunday konferensiyalarni tashkil etishdan maqsad ta'lim tizimidagi va pedagoglarning kasbiy rivojlanishidagi muammolarni aniqlab, ularni yechimiga qaratilgan ishlarni amalga oshirishdir. 60 yil davomida Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi ta'lim sohasida o'zining salmoqli hissasini qo'shib, yurtimizdagi o'qituvchilarning malakasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash yo'lida katta yutuqlarga erishdi. Kelajakda markaz ta'lim texnologiyalarini yanada takomillashtirish, milliy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali ta'lim tizimining sifatini oshirishni maqsad qilgan. Bizi qilgan mehnatimiz o'sha paytdagi ishimiz juda ham og'ir edi. O'qituvchilarga biz metodik jihatdan yordam berardik. Kursga kelgan o'qituvchilarni testdan o'tkazdirardikda, ulardagi qaysi joyda yetishmovchilik bor metodik tomondan va ilmiy tomondan. Ana shularni hammasini hisobga olib tahlil qilardik. Tahlilning natijasiga ko'ra o'sha bo'sh joylarni, o'sha muammo tug'diradigan o'rinlarni to'ldirish uchun biz albatta katta olimlardan, o'sha darslik mualliflaridan foydalanardik. Juda ham quvondim. Chunki juda chiroyli shakl yaratilibdi. Undan keyin bularda men kuzatib boraman, turli xil o'yinlarni o'ynayotgan holatlarini kiraverishda, dars jarayonida mana shunaqangi har xil xilma-xil metodik o'yinlarni tashkil etayotganliklarini ko'rib juda ko'zim quvonadi. Darsning ilmiy tomoni kerak. O'sha har xil o'yinlar, metodik o'yinlar kerak. Ko'proq haligi quyi sinflarda. Lekin katta sinflarda ilmiy bilimni berishga kuchaytirishimiz kerak. Hamma narsa maktabdan chiqadi. Hamma olimlarni yetishtirgan, buyuk odamlarni yetishtirgan bu dargoh, bu maktab hisoblanadi. Viloyatimizda 13.400 dan ortiq pedagoglar, umumta'lim maktab o'qituvchilari va 4.000 ga yaqin maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari faoliyat olib boradilar. 2025-yil yanvar oyidan boshlab 5 yilda bir marta 100 soat, bundan tashqari oyning 1-3 haftalarida kasbiy rivojlanish kunlari, 2-4 haftalarda kasbiy rivojlanish soatlari tashkil etiladi. Ya'ni uzluksiz kasbiy rivojlanish yana ham samarali yo'lga qo'yildi. Endi pedagoglarimiz bizni jamoa bilan tez ko'rishib, o'sha ta'limdagi sohalar bo'yicha o'zaro tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ta'lim dargohining 60 yilligi munosabati bilan markaz tarixiga bag'ishlangan Qutlug' dargoh nomli kitobning nashr etilishi chinakamiga bayram tuhfasi bo'ldi. Ushbu kitobda markazning 60 yillik faoliyati, tarixi va buguni, jarayonda ishtirok etgan o'qituvchilarning zahmatli mehnati haqida so'z boradi. Kitobni yaratilishi bilan bog'liq bo'lgan eng katta manbamiz bu ustozlarimiz. Ustozlar o'zlariga borib, uylariga borib so'rab oldik materiallarni. Ayrim biz tanimagan ustozlarimizni haqidagi ma'lumotlarni so'rab, izlab topishga harakat qildik. Undan keyingi bosqichda barcha ma'lumotlar bir joyga jamlandi. Qo'limizda ajoyib kitob paydo bo'ldi, Qutlug' dargoh nomli. Uzoq yillar davomida ishlagan ustozlar bir joyga jam bo'ldi, ularning fikrlarini oldik, eshitdik. Ajoyib suhbat bo'ldi. Mana shu tomonlar menga juda ham hayajon bag'ishladi bugungi tadbirda. Bizning markazimiz o'zining funksional vazifalaridan kelib chiqib, pedagoglar uchun turli loyihalarni amalga oshiradi. Bularni amalga oshirishimizda biz ularning avval ehtiyojlarini o'rganamiz. Ularni o'sha onlayn bot so'rovnomalar orqali, malaka oshirishga kelganda anketa so'rovnomalari orqali fikrlarini bilib, qaysi soha bo'yicha ularda hozir ehtiyoj borligini aniqlaymiz. Shu bo'yicha maqsadli muammoli mualliflik kurslarini yoki o'zimizni o'sha ijtimoiy tarmoqlarimizda batafsil ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda rasmiy veb-saytimiz nafaqat viloyatimiz, balki o'sha qo'shni viloyatdagi hamkasblarimiz ham foydalana oladigan darajada tashkil etilgan, yaratilgan, ya'ni qulay interfeysli, faqat kompyuterda emas, bemalol telefonda ham foydalansa bo'ladi.
viloyatimizdagi boshqa hududiy markazlar bilan integratsiyasi ham yo'lga qo'yilgan va ta'limga tegishli bo'lgan barcha tashkilotlarni integratsiyasi veb-saytimizda o'zini aksini topgan. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda juda faolmiz. Faoliyatimiz haqida qisqacha yoritib o'tardik. Endi kuzatuvchilarimiz bizga masalan bizning asosiy o'sha kuzatuvchilarimiz pedagoglar, ular o'sha har bir metod yoki o'tkazilgan tadbirni ssenariysi, metodni batafsil ko'rsatmalari haqida bilish istagini bildirganlaridan keyin bizni hozir veb-saytimizda o'sha barcha ijtimoiy tarmoqlarimizda har bir o'sha zamonaviy metodlar bo'yicha qisqa videoroliklar tayyorlab ularga ulashishni yo'lga qo'yganmiz. Veb-saytimizni yana bir o'sha qulay tomonini yo'lga qo'yganmiz. O'sha biz tayyorlab joylagan ma'lumotlarimiz bo'yicha ular fikrlarini yozib qoldirishlari mumkin. Mana shu fikrlariga asoslanib, ularni qiziqtirgan sohalar bo'yicha yangi loyihalarni pedagoglarimiz tomonidan amalga oshirilyapti. Tadbir davomida turli yillarda markazda ishlagan rahbarlar, ustoz o'qituvchilarning siymolari aks etgan videorolik namoyishi xotiralarni uyg'otdi. Mehmonlar faxriy ustoz pedagoglar bilan tashkil etilgan samimiy muloqot jarayonida qiziqarli xotiralar yodga olindi. Davra havaskor xonandalar ijro etgan kuy va qo'shiqlar bilan yanada jonlandi. Men o'zi hayotimning 64 yilini ta'lim tizimiga bag'ishlaganman. Bu yerda 24 yil ishladim bu yerda. Bu dargoh ulug' dargoh, haqiqiy ulug' dargoh. Nega? Chunki inson hammamiz ota-onaning farzandimiz. Ota-onadan birinchi ta'lim tarbiyani olamiz. Keyingi tarbiya maktabda. Maktabda bilim olamiz, tarbiya olamiz. Lekin o'sha maktabdagi ta'lim tarbiya beradigan o'qituvchini kim tarbiyalaydi? Universitetda, institutda o'qiydi. Lekin shuni o'qitadiganlarni keyin yana mustahkamlab qiladigan kim bu? Malakani oshirish. Bizning xalqimiz juda ham bolajon, juda ham mehmondo'st, har tomonlama ta'lim tarbiyaga e'tibor beradigan xalq. Men o'ylaymanki, mana shu malaka oshirish institutining hamma professor o'qituvchilari ana shu jarayonda xizmat qilyapti. O'zini mehnat orqali o'qituvchilarni yaxshi o'qitish, yaxshi tarbiya berishga o'rgatyapti. Natijada xalqimizning bolalari ta'limli, tarbiyali, kelajagiga porloq bir insonlar bo'lib o'syapti. Shuning uchun juda faxrlanaman. Bizning xalqimizning farzandi ham o'qimishli, ham bilimi, ham texnologiyani biladigan kadrlarni tarbiyalashimiz kerak. Uning asosi mana shu yerdan boshlanadi. Bugungi tadbirimiz markazimiz tashkil topgandan buyon birinchi marta o'tkazilyapti, 60 yillik yubiley. Albatta bu davrda malaka oshirish markazimizdan juda ko'plab olimlar, yetuk mutaxassislar yetishib chiqqan. Maktab darsliklari mualliflari mana hozir mehmon bo'lib tashrif buyurishgan. Bugungi kunda o'sha nafaqada o'tirgan jarayonda ham hozir ijod bilan shug'ullanyaptilar, darslik o'quv qo'llanmalar yozadilar. Albatta shunday jamoa bilan hamnafas bo'lganligimdan, shunday tarixiy shaxslar bilan bugungi uchrashuvda ko'rishib turganimizdan, birga faoliyat yuritganimizdan faxrlanamiz va ularni yo'llarini bersin deymiz, havas qilamiz ularga o'xshashga va shunday an'analar bizdan keyingi avlodga o'tishini xohlaymiz. Sirdaryo viloyati hududida 13.400 dan ortiq maktab o'qituvchilari va 4.000 ga yaqin maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining pedagogik mahoratini oshirish, zamon talablari asosida ta'lim tarbiya berishlari yo'lida mazkur dargohning o'rni va ahamiyati beqiyos. O'zining 60 yoshini nishonlayotgan Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi jamoasi kelajakda ham zamonaviy ta'lim an'analaridan og'ishmay, barkamol avlodni kamol toptirish, 3-renessans avlodlariga ta'lim va tarbiya berish kabi oliy maqsad sari intilishda davom etaveradi.